Xemirini biz yumuşaq içida liqqida jusay tuxum qiymalları ba jusay mantısını yaxshi ko'maydigan do'stlarim bormi? Lazzatchi suv bilan qo'shib yeydigan bo'lsak, ta'mi va shipayzi yesak to'ymaymiz. Undaqda do'stlar, sizlarni o'xshatib jusay mantisi yetishini o'rganinglar. Qo'llash yuzidan ko'plab yurak besib qo'yishinglarni, alt raqamini ko'plab avatib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Aldı bilan jalsanimiz qarta muvafiq miqdordagi issiq suvga xemir ko'ptirgich hamda tuz selib yumshoqroq xemir yug'urib, issiq joyda 40 minut atrofida ko'ptirib olamiz. Andan bir baş piyozni nippiz holatda to'g'rab olamiz hamda jusayni ushshaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Andan jalsanimiz qarta 5-6 sal tuxumni chaqib obdan aralashtiramiz. Qozonga may qo'yib, may qiziganda tuxumni qo'yib, asti-ustini o'rib obdan pishirib elib olamiz. Andan pishib bo'lgan tuxumni to'g'rab jusayni ustiga olamiz. Jusaydan oshgan mayg'ilni biz to'g'rab olgan piyozni silib sag'artib pishiramiz. Filmda ko'rsatilgandek holatda sag'arib pishgandan keyin tayyorlab olgan jusay tuxumni ustiga elib tekshi aralashtiramiz. Tetitqulardan faqat tuz bilan qarmushla solamiz. Piyozning o'zi shunchalik payz tam kirgizadi. Tekshirlashtirib bo'lgandan keyin qo'shiq bilan ezib ushshaqroq holatga keltirib olamiz. Xemirimi ko'pib tayyor bo'ldi. Filmda ko'rsatilgandek kichik holatda kesib, qo'limiz bilan besib, mantining xemirini tayyorlab olamiz. Xemirni bizrak yeyishni yaxshi ko'radiganlarni bizrak yeysanglar bo'ldi. Xemir qilin mantini yaxshi ko'radigan do'stlar bo'lsanglar, xemirni qillaraq açsanglar bo'ladi. Xemirni ichib bo'lgandan keyin mantini tugishga boshlab ketamiz. O'zingizlarga oson bo'ladigan hamda o'zingizlar tugalaydigan, yaxshi ko'radigan har xil pasollar tugsanglarmi bo'ladi. Mantini hamma tugib bo'lgandan keyin qaynayotgan qozonga silib 13 minut atrofida pishirib olsaqli bo'ladi. Texim yaxshi mazmunlardan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bash sirtimni besib meni qo'shib oling.